Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, aziz obunachilarim. Bugungi qisqacha roligimiz yana o'sha inkubator orzu haqida. Ekraningizda ko'rib turgan inkubatorimiz 100 ta tovuq tuxumlariga mo'ljallangan bo'lib, to'liq avtomatlashgan inkubator. Bu inkubatorimiz full varianti bo'ldi. Ya'ni full variant deganda oddiy variant bilan zaryadchigi bilan farq qiladi. Ya'ni akkumulyatorga doimiy ravishda o'zi zaryad berib turadi. Nimaga bu kerak zaryadchik? Ya'ni siz tuxumlarni terasiz ichiga va akkumulyatorda ulab qo'yasiz. Siz o'zingizni ishlaringiz bilan bemalol 3 kunga yo'q bo'lib ketaverasiz. Sizdan chiqarasiz inkubatorni 3 kunga. Demak, inkubator o'zini o'zi to'liq boshqaradi. Svet o'tsa akkumulyatorga o'tadi, svet yonsa yana o'tadi nimaga 220 ga va svet yonishi bilan zaryad berishni boshlaydi. Ayni paytda svet borligi uchun 220 14.3 volt 8.4 amper zaryad beryapti. O'zimizning avtomobilda akkumulyatoriga ayni paytda zaryad beryapti. Hozir zaryad olyapti. Mana svetni o'chiraman. O'chirdim, o'tdi akkumulyatorga. Hech qanaqangi bir sezilarsiz, hech qanaqa taqir-tuqur yo'q. Mana uzdim, mana uzdim. Hozir akkumulyatorga ishlayapti. Mana uzaman akkumulyatorga. E'tibor bering mana. O'chdi mana. Ko'rdingizmi? Mana ulayapman mana. Akkumulyatorga ulandi. Hozir akkumulyatorga ishlayapti va akkumulyatorda zaryadini qarang. 11 mana 11:8 12 ko'rsatyapti. Nimaga? Tendi uzib, yoqib ishlab turgani uchun. Endi hozir men 220 ni ulashim bilan e'tibor bering. Hozir men mana ulayman va uladim. 220 ni yoqaman. Zaryad berishni boshlaydi mana. Qarang 11 e'tibor bering. Mana 12.5 11 7 ikki xil ko'rsatayotgani sababi tendi uzib ulab turibdi. Mana yoqdim akkumulyatorda 220 ni. Endi ko'ring mana. Zaryad 13.6 ga chiqdi sirazi. Amper 10 amper to'liq 10 amper zaryad beryapti. E'tibor bering, akkumulyatorga zaryad beryapti. Full varianti juda ham qulay, chunki siz akkumulyatoringizni zaryad qilib turasiz. Misol hozirgi paytda juda ham ko'p svet o'chyapti. 1 soat 1 soatdan ko'pchilik aytadiki, 1-2 soat tursa bo'laveradi inkubator ichida tuxum deyapti. Aziz birodarlar, tuxum ichida sovishi mumkin emas. Buni ichi inkubatorda. Har qanday inkubatorda ichi termiz bas bu qaynoq suvni, choyda qaynoq ushab turadigan termiz bas bu. Mumkin emas buni tushishi. 36 dan pastga tushib ketishi mumkin emas. 36 ga ham tushishi mumkin emas aslida. Shuning uchun endi yarim soat, 1 soat ushab turadi, lekin har kuni tushaversa yarim soatdan o'zingiz o'ylang 21 ga ko'paytiring. Yarim soatdan 1 kun chiqib ketadi, 1 kun. Shuning uchun buni svetini o'chirishni umuman mumkin emas. Nima uchun biz inkubatorda 12 voltga ishlaydigan qilyapmiz? Butun dunyoda qiladi buni. Butun rossiyskiy inkubator, Xitoy inkubatori va hokazo, hamma joyda. Shu ichidagi harorat tushib ketmasligi uchun ko'pchilik aytadiki, 1 soat, yarim soatga o'tsa ishtima qilmaydi. Yo'q, mumkin emas, kategoriyski. 20 yillik tajribamizdan kelib chiqayapman men sizlarga aziz birodarlar. Bu ichidagi harorat bir xil bo'lishi kerak. Shunga e'tibor beringlar. Hozir ichini ochaman, ko'rsataman aziz birodarlar. Endi kalibrovka jarayonini aytmay ketibman. Kalibrovka jarayoni deb mana shunday tekshiruvchi. Bu priborlarni siz sotib olsangiz buni tekshiring. Buni o'zini kalibrovka qiling. Keyin siz ishlatishga, foydalanishga o'ting mana. 37.8, 37.8, 37.9, bu ham 37.8 bo'ladi hozir. Aziz birodarlar, e'tibor bering, chunki inkubatorda har bir burchagidagi issiqlikni, haroratni bir xilligini anglatib turibdi. Mana hozir svetini yoqaman. Mana bittasi o burchakda turibdi mana. Ikkinchisi bu burchakda turibdi mana, temirchi mana. Ko'rdingizmi? Mana shu ikkita tomonda 37.8, 37.8, 37.9 mana. 0.1, mana 37.8 bo'ldi. Bu hamma joyda bir xil issiqlik. Ya'ni bu sizga ochish foizini o'ta yuqoriligini ko'rsatib turibdi aziz birodarlar. Inkubatorda shunisiga eng avvalambor e'tibor bering. Bir tomonida issiq, bir tomonda sovuq bo'lib qolsa, yarmi palaqda bo'lib jo'jalar tuxumni ichidan chiqolmay qolishi shuni oqibatidan bo'ladi, issiqlikda har xilligidan. Inkubatorimizni ichidagi tuxumlar joylashuvi va mana sizga hozir latokda aylantirishini ko'rsataman. Mana ichiga tuxumlarni mana shunday holatda terasiz va latokda aylantirishiga e'tibor bering. Hech qanday talchoq yo'q, keskin aylangan yo'q. Tuxumlarga ortiqcha nagruzka keltirmasdan har 2 soatda u taraf bu tarafga mana hozir e'tibor bering. Mana to'liq 45 gradus. Mana shu 45 gradusga aylanishi ham juda o'ta muhim rol o'ynaydi. Ba'zi bir inkubatorlarda 45 gradus sal qiyshayib qoladi. Bu noto'g'ri deb o'ylayman men, chunki embrionlarda issiqlik almashuvi deyiladi. Mana shu holatda qiyshayishini to'liq 45 gradusga qiyshayshi maqsadga muvofiq bo'ladi aziz birodarlar. Mana hozir aylantiryapti mana.
hech qanday kuch kelgani yo'q. Mana hozir o'zi kelib, e'tibor berib turing, mana kelib o'zi to'xtab qoladi. Har 2 soatda u taraf bu tarafga aylantirib turadi. Mana to'xtadi. 2 soatdan keyin bu tarafga aylantiradi. Aziz birodarlar, har qanday fikr mulohazalar bo'lsa, bemalol kommentariyada qiziqtirgan savol-javoblar Telegramda aziz birodarlar. Ushbu inkubatorimiz Shahrixon, Andijon viloyati Shahrixon Xayrullo degan ukamizga inshaalloh ertaga chiqarib yuboramiz, xudo xolasa. Full variant zaryadchigi bilan tuxum terish latoga bonusga qo'shib beriladi.